keyin mana ko'pchilik nimaga chiqasan, o'zingni ko'zlab chiqyapsanmi? Yo'q, o'zimni ko'zlab chiqmayapman. Buni oldingi videolarimda ham ko'p aytganman. Men ham qanaqadir insonlarga foydam tegsa, qanaqadir yaxshiliklar qilsam, o'zimni nima deydi? Bu dunyoda shu jamiyatga kerakli inson deb hisoblayman. Xudo xolasa shunaqa kunlarimiz ham keladi. Albatta sizlar bilan birgalikda qiynalgan insonlarga yordam qilamiz. Kasalligi bor insonlarga shu bir kun bo'lsa ham yashashiga sababchi bo'lsak, bizdan baxtli inson yo'q. To'g'rimi? Kasal odam ko'ngli yarim inson bo'ladi-da, Allohga yaqin inson bo'ladi. Hali bemorning duosini olinglar deydi-ku. O'shanday bemor insonning duosi albatta ijobat bo'lar ekan. Shuning uchun biz ham Xudo xolasa sizlar bilan birgalikda shunaqa ishlarni amalga oshiramiz. 100 mingta bo'lsak, tez like bosinglar, podpiska bo'linglar. 100 mingta bo'lsak, Xudo xolasa g'olibga o'zimizni sovg'amizni topshiramiz va shu bilan birgalikda sizlar bilan yaxshi savob ishlarni amalga oshirishga, savob ishlarni boshlashga kirishamiz. Xudo xolasa Allohim yolg'onchi qilmasin. Hamisha hammamizni Xudoyim sog' salomat qilsin. Shunaqa gaplar.